Mablag', vaqt, ishbilarmonlik munosabatlari. Nizolashish tufayli biznes barcha yuqoridagi jabhada zarar ko'rishi mumkin. Ushbu xatarlardan biznesni qanday qutqarsa bo'ladi? Bunda sizga tijorat mediatsiyasi yordam beradi. Mediatsiya bu nizoni suddan tashqari xolis shaxs bo'lgan mediator ishtirokida hal qilish usulidir. Mediatsiyada g'olib ham mag'lub ham yo'q. Har ikki tomon ham g'alaba qiladi. Nizo yuzasidan qarorni tomonlarning o'zlari barcha manfaatlarini hisobga olib qabul qiladilar. Mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqligi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi prinsiplari asosida amalga oshiriladi. Mediatsiyani sudda nizolashish jarayonida ham qo'llashingiz mumkin. Sud mediatsiya tamoyilini qo'llash uchun muddat beradi. Mediativ kelishuv imzolashga muvaffaq bo'lsangiz, avval sudga to'langan davlat boji qaytariladi. Mediatsiya onlayn shaklida ham olib borilishi mumkin. Mediatsiyani har qanday sohada qo'llashingiz mumkin. Bu oilaviy, mehnat yoki biznesda yuzaga kelgan nizo va kelishmovchiliklar ham bo'lishi mumkin. Tijorat mediatsiyasi esa sizga hamkoringiz, xizmat ko'rsatuvchilar, mijozlar, raqobatchilar yoki qarzdorlar bilan bo'lgan munosabatlarda nizolarni oldini olish yoki tez fursatda samarali hal etishga yordam beradi. Mediatsiya biznes uchun quyidagilarda foydali. Birinchisi, ortiqcha xarajatlarni oldini olish. Mediatsiya har qanday sud va arbitraj xarajatlaridan arzondir. Ikkinchisi, qisqa muddatlar. Tomonlar tayyor bo'lsa, bahsni tez fursatda ko'rib chiqish va hal qilish mumkin. Uchinchisi, ishbilarmonlik munosabatlarini saqlash. Mediatsiya bu ziddiyatga olib keladigan yo'l emas, aksincha, konstruktiv muzokaralar yo'lidir. Mediativ kelishuvni bajarish tartibini siz mustaqil belgilaysiz. Mediatsiyani qo'llash imkoniyati haqida batafsil ma'lumot olish uchun Toshkent mediatsiya markazining veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga murojaat qiling yoki +998 55 520 60 50 raqamlari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.